Karimov rejimi jamiyatga o'z ta'sirini o'tkazib kelar ekan, sotsializm davridan ishlatila boshlangan vatan xoini, xalq dushmani degan istilohlar bugunga kelib yanada ommalashdi. E'tiborli jihati shundaki, bu jumlalar aynan hukumat yuritayotgan siyosatga qarshi bo'lganlarga nisbatan ishlatilishi odat tusiga kirgan. Shu to'g'risida fikr yuritib ko'raylik. Aslida xiyonatkor kim va jamiyatda aslida qanday siyosat yurgizilishi kerak? Hukumatning siyosatiga qarshi bo'lganlar xiyonatkormi yoki shu hukumat va unga xizmat qilayotganlarmi? Keling, mana shu savollarga javob topishga harakat qilib ko'raylik. Alloh taolo butun borliqni yaratgan zot. Bu degani yashab turgan zaminimiz va bizga berilgan barcha ne'matlarning egasi. Bizning, ya'ni barcha insonlarning hojasi Alloh subhanahu va taolodir. Demak, insonlar Alloh taoloning buyruq va qaytariqlariga rioya qilgan holda hayot kechirishlari shart. Bu fikrlarni inkor qilgan inson mo'min hisoblanmaydi. Ya'ni Allohga itoatni inkor qilayotgan bo'ladi. Bundan ko'rinadiki, Allohning shariati bilan yashash kerakligini inkor qilayotgan va shu shariat bilan yashashga chaqirayotganlarni xiyonatda ayblayotganlar yaratuvchining buyruqlariga zid ish qilayotgan hisoblanishadi. Bular oddiy haqiqatlar. Bularni tushunish uchun islom aqidasiga iymon keltirish to'g'risida to'g'ri tushunchalarga ega bo'lish kerak xolos. Biz Allohga banda, qulmiz. Demak, Alloh buyurgan tarzda yashashimiz kerak. Bundan ko'rinadiki, bizning boshqaruvimizdan tortib shaxsiy amallarimizgacha barchasi Alloh bizlar uchun bergan islom shariati chegarasidan chiqmagan holda bo'lishi shart. Din siyosatga aralashmasin degan fikrga asoslanib, musulmonlar bir-birlariga siyosatga aralashma deb aytishi bu islom shariati chegarasidan chiqish hisoblanadi. Chunki bu fikr islom aqidasiga zid bo'lgan kapitalistik aqidadan kelib chiqqan. Islom aqidasida esa barcha narsa islom shariatiga muvofiq bo'lishini talab qiladi. Ya'ni siyosat ham bo'ysunish ham islom chegarasidan chiqmagan holda islom shariatida qanday buyurilgan bo'lsa, shunday bo'lishi shart. Demak, Alloh istagan siyosat, ya'ni boshqaruv bu islomiy boshqaruvdir. Islom bilan boshqarmaslik, Allohga itoat qilmaslik va payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga ergashmaslik hisoblanadi. Islomiy boshqaruvda boshqaruvchi barcha ishlarni islom shariati bo'yicha boshqarishi kerak va boshqariluvchi bu ishlarni nazorat qiladi. Agar boshqaruvchi islom chegarasidan chiqsa, boshqariluvchi bu boshqaruvchini islom yo'lida yurishga chaqiradi. Ko'rib turibmizki, boshqaruvchining islomga zid boshqaruvini yoqlab, uni to'g'ri yo'lga chaqirganlarni ayblash Allohning shariatiga zid ishdir. Chunki islom bilan boshqarish har bir musulmon boshqaruvchilar uchun shart. Kufr bilan boshqarayotgan hukumat aynan islom bilan boshqarilishini talab qilayotgan musulmonlarni o'zlariga dushman deb bilib, jamiyatdagi insonlarga ularni har xil yolg'onlar bilan yomon otliq qilishga harakat qilmoqda. Yuqorida aytib o'tganimiz vatan xoini, xalq dushmani kabi atamalarning ommalashib ketishi negizida shu hukumat tomonidan o'ylab topilgan yolg'onlardan iborat tuhmatlar turibdi. Bunday yolg'onlar 16 fevral voqealari va 2005-yildagi Andijon fojiasida ham ishlatildi. Bundan tashqari hukumat O'zbekiston jamiyatida taniqli bo'lgan diniy ulamolarga, islomda qattiq qoralangan, hatto aytishga til bormaydigan bachabozlik aybini qo'yganligini ko'pchilik bilsa kerak. Va 2014-yil Norvegiyadan O'zbekistonga qaytgan 6 mehnat muhojirini hukumatning kuch ishlatar organlari besoqolbozlikda ayblab tuhmat qilgan edi. Nasroniy Avakiyanni IShIDga aloqadorlikda ayblangani va uning sheriklariga ham ishonib bo'lmas darajadagi ayblovlar bilan tuhmat qilingani barchaga ma'lum. Shularni o'zi bu hukumatni yolg'onchi ekanligiga yetarli dalil bo'la oladi. Ya'ni buning uchun chuqur kirishishni hojati yo'q deb o'ylaymiz. Bu yolg'onchi hukumatning yolg'onlari ustida fikrlamagan yoki hukumatning yolg'onchi ekanligini bilib turib, uning bu ishlarini to'g'ri deb baholab, unga xizmat qilayotganlar tomonidan vatan xoinlari va xalq dushmani deyilayotganlarning aksari haqqa chaqiruvchi, adolat uchun kurashuvchi insonlardir. Bu hukumatga ko'r-ko'rona yoki tushunib bilib ergashganlar hukumat tomonidan masjidlarning yopilishi, muslimalarning ro'mollarini yechishga bo'layotgan harakatlar va musulmon farzandlarining qamalishi, hatto azoblab o'ldirilishini ham yoqlaydilar. Jamiyat islom shariatisiz, kufriy qonunlar bilan boshqarilayotganligi ularni hech ham tashvishga solmaydi. Aksincha, o'zining botil qonunlariga ham amal qilmayotgan hukumat ular tomonidan to'g'ri yo'lda deya ta'riflanadi.
Ular adolat va zulmni farqiga bormaydilar yoki bu yo'lda fikrlamaydilar yoki farqiga borsalar-da haq yo'ldan yuz burgan insonlardir. Shuning uchun kim tomonidan vatan xoini, xalq dushmani kabi atamalar ishlatilayotganligi, bu ayblovlar kimlarga qaratilayotganligini va nima uchun ular ayblanayotganliklari ustida sizlarni fikrlab ko'rishga chaqiramiz. Ey musulmonlar, Alloh taolo bizlarga o'zining pok islom dinini hamda aql idrok berdi. Shu berilgan aqlimiz orqali atrofimizda bo'layotgan ishlarni idrok qilaylik. Islom aqidasini to'g'ri tushunib, shu aqida asosida yashashga va hidoyat yo'li bo'lgan asl islom yo'lidan yurishga harakat qilaylik. Amallari Allohning shariatiga zid ekanligini bilib turib, ularga ergashib ketavermaylik. Zero oxiratda albatta so'ralguvchi ekanligimizni unutib qo'ymaylik. Haqqa chaqiruvchilar bu dunyodagi moddiy manfaatlar uchun da'vat yo'lini tanlamadilar. Aksincha, ular Allohning roziligi uchun shu yo'lni ixtiyor etdilar. Ularga ergashsangiz ham, ergashmasangiz ham ular o'z burchlarini bajarayotganliklari uchun amallariga yarasha ajrlarini oxiratda olaveradilar inshaalloh. Lekin bu da'vatchilarga quloq solmasangiz va ergashish uchun bu zolim rejim va uning tarafdorlarini tanlaganligingiz uchun oxiratda nima deb javob berishingiz to'g'risida o'ylab ko'ring. Alloh taolo aytadi: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ey iymon keltirganlar, Allohga itoat qiling va payg'ambariga hamda o'zlaringizdan bo'lgan, ya'ni musulmon bo'lib Allohning hukmlarini tatbiq qilayotgan hokimlarga bo'ysuning. Bordiyu biron muammoga duch kelsangiz, agar haqiqatdan Allohga va oxirat kuniga ishonsangiz, u muammoni Allohga va payg'ambariga qaytaring. Mana shu yaxshiroq va chiroyliroq yechimdir. Alloh taolo aytadi: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Ey Muhammad, o'zlarini sizga nozil qilingan narsaga, Qur'onga va sizdan ilgari nozil qilingan narsalarga iymon keltirgan deb hisoblaydigan ayrim kimsalarning shaytonga hukm so'rab borishni istayotganlarini ko'rmadingizmi? Holbuki ularga unga ishonmaslik buyurilgan edi. Chunki shayton ularni butunlay yo'ldan ozdirishni istaydi.